Xullas qarovsiz qolib ketganning hisobiga 2027da hosili ham nobud bo'lib qolishi hech gap emas. O'shaning uchun 10-15 mart atrofida respublikamizga sovuq kelib turib, assalomu alaykum bog'bon do'stlar. Hop, mana bugun biz Namangan viloyat Chortoq tumanida bodom daraxtiga 4-5-6 yasharli daraxtlarga shakl berishda nimalarga e'tibor beramiz? Bugungi yil va chislosini aytamiz, chunki juda ko'pchilik so'rashyapti, chislosini aytmaysiz deb. 2026-yil 28-aprel sanasidamiz. Hop, bahorda 10-15 mart atrofida respublikamizga sovuq kelib turib, mevasini nobud qilib ketdi. Endi bu navini ham aytib o'taylik, qaymoq. Bu hozir mana shu ko'rib turgan 500 ta bodomda ichlarida bor, mana bitta, ikkita. Deylik, shaxsan meni qoniqtirmaydi. Men naborot bunga to'liq shakl berib 2027 ni xudo xolasa hosilini shu kecha kunduzda taqdirini hal qilishi boshlash niyatidaman va qolgan yurtdoshlarimizga ham, bog'bon do'stlarimizga ham shu maslahatni beraman. Chunki 2026da ko'p joyda hosil bo'lmasa, ko'pchilik daraxtiga e'tibor bermaydi. Kasallik tushib ketadi, shakl berilmaydi, ozuqa tikilmaydi. Xullas qarovsiz qolib ketganning hisobiga 2027da hosili ham nobud bo'lib qolishi hech gap emas. O'shaning uchun ertangi kunni bor qilish uchun bugundan harakat qilishimiz kerak. Bu meni gapim emas, bizdan katta ustozlar aytib o'tishgan va boshqa video roliklarda ham ko'rgan bo'lsani, doimiy ertangi kun bugundan boshlanadi. O'shaning uchun hop, kasalliklariga mana hozir dori sepayotdik, ichlariga to'liq kirib kelmaydi. Ichlar mana tashqisida kasallik yo'q, ichiga kirsak kasallik yetarli bo'ladi. Eng avvalambor buni shaklidan boshlab beramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'pchilik aytadi, kasallik ana kesa bo'lmaydi. Bizni videolarimizni kuzatib turgan bo'lsangiz, respublika bo'ylab har bir joyda bodom kesib yuribmiz. O'zingizning xulosani chiqarib olaverasizlar. Eng avvalambor mana tagidan ketayotgan shoxlarni tozalaymiz. Videochilarimiz imkon qadar yaqinroq ko'rsatamiz. Mana shu hozirgi kesib tashlayotgan novdalarim o'zi daraxtga men ancha energiya beryapman. Energiya nimaga? Xo'p, men bilasizlar, kitobiy gapirib o'tirmayman, mahalliy tilda gapiraman. To'liq bizni yurtdoshlarimiz, bog'bonlarimiz yetib boradi. Xullas, mana shu hozir daraxtning energiyasini olib, buni osh noniga sherik bo'lib turuvdi, biz buni olib tashladik. Endi bunga ketayotgan ozuqa daraxtni o'ziga yo'nalsa, xudo xolasa, hosil o'zi sirazi ortadi. Biz mana doim aytamiz, quyosh nurini ta'minlash kerak deymiz. Mana xudo xolasa quyosh nurini to'liq ta'minladik. Hech qachon daraxtni uchidan kesa ko'rmani. Ayniqsa 3 yoshdagidan hop, ko'p joyda daraxt yiqilib tushdi. Mana bundoq qilib shakl berib qo'yishadi. Daraxt mana bundoq qilib ertan kesib tashladi. Bu bilingki, daraxtga ozor berdi deb hisoblayverasizlar. Daraxtni faqat ichki shoxlarini ochamiz. Ikkinchisiga o'tamiz. Hosillarni ham ko'rsatib qo'ying. Hosil yo'q emas, bor. Deylik 5 tadir, 10 tadir, 100 tadir. Yarim kilo hosildan ko'ra menga kelasi yilga 5 kilo hosil muhim. Qiziq. Mana hosilni o'rtashaveramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol telefon orqali murojaat qilasizlar. Rayon viloyatlarga borib, o'z joyida xizmat ko'rsatib kelamiz.
Faqat daraxtni aylanib yurib kesish kerak, bir joydan kesavermasdan. Hozirgi aprel oyi, may oxirlarigacha respublikamizda bu sizni bog'ingizda ham, meni bog'imda ham xohlaymizmi, xohlamaymizmi, shirani mavsumi. Shiraga bir marta emas, 3-4 marta sepish kerak. Hatto jizg'on tushgan, jizg'onga qarshi ham kurashish kerak. Hop, mayni oxirlatib turib, o'rgan tushganiga dori sepish boshlaymiz. Mana bu bo'ladi. Har bittasini o'zidan kelib chiqib kessak bo'ladi. Jizg'onimizni ham ko'rsatib qo'ying. Mana jizg'on tushyapti. Bir hafta oldin sepganmiz. Bu jizg'on pastki tomoni mana shunday barga bujmayib ketaveradi-da, dori sepganimizda tepaga qarab yurib ketadi. Xo'p, mana bu ko'chatlarimizni ham ko'rsataylik. Xudo xolasa har xil 20 xildan ortiq bodom turlarimiz bor. Kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa 1-may kunidan boshlab zakaz olamiz. Faqat telefon qilib menga ko'chat olib qo'ying emas. Bizga daftarimizga to'liq yoziladi. Kimni yozamiz? Pullar to'langandan keyin demak, deylik, falonchi pismadonchiga 1000 ta yoki 500 ta yoki 100 dona ko'chatda yozib qo'yamiz. Bizni YouTube'da, Telegramda, Instagramda, Facebook'da kuzatib borayotganlar like'larni bosinglar. Biz jo'natayotgan video roliklarimiz, maslahatlarimiz yurtdoshlarimizga ko'proq tarqaladi. Like'larni bossani, Xudo xolasa bundan-da yaxshi videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat.